Majburki men keldim massajdan. Qizim уже uyda uxlab qoldi. Orqam bardak. Kecha bozorga tushib, ventilator olib chiqqanman kuxnyaga, chunki kuxnyaga bizga konditsioner qo'yib bo'lmaydi-da, juda ham kichkina bo'lmaydi. O'shaning uchun ventilator olib chiqdim. Mayda chudalar olib chiqqanman. Xullas, birinchi mana hali zavtrak qilganim yo'q. Soat 11 dan keyin qilaman. Zavtrakdan oldin обязательно kollagenimni ichaman. Istoriyalarda yo'q bo'lib qolganim uchun sizlarga ko'rsatmoqdim. Bilasizlar, doimiy ravishda ko'rsatib boraman sizlarga nima ichyapman, nima qilyapman, nimadan effekt olyapman. Men sinab ko'rgan kollagenlar ichida eng zo'r topoviy kollagenlarga kiradi. Bu ham Natural Health. Jele holatida bo'ladi. Mani уже bu ikkinchi banka. Bu tak jele holatida bo'ladi. Bismillah. Kollagenning foydalari, ayniqsa ozayotgan momentda teri osilib qolmasdan ozishiga yordam beradi. Любой уже ozish boshladinglarmi, sizlar уже kollagen ichishingiz kerak. Men ikki xil kollagen ichaman. Birinchisi bu, ikkinchisi yana ko'rsataman sizlarga. Effekti juda ham zo'r, chunki jele eng tez so'riladigan variantida. O'shaning uchun ham Natural Healthda уже osila bo'ladi. Buni mangoli olcha